Neç pul bo'ldi aka bular? Neç pul bo'ldi? 20. Qancha bo'ldi aka bu? 26 million bo'ldi mana. Qancha bo'ldi aka bu? 20 million. Mana. 20 millionga. Hop çıkan aşağıdan ha. Cihan hiç bilen buldu bile. 12,5'dan. 12,5'dan onu alacağım sana. Bana 12,5 milyondan bu diye. Onu alacağım sana. İşte. Ha. Qanchadan bo'ldi bular? Qanchadan bo'ldi aka, qanchadan? Necha, necha pul bo'ldi bu? Odamlar tushunsa bo'ladi, narx-navo aytmay nimaga shoshib chiqarib ketyapti. Narxlar aytganlari ham bor. Aka qancha bo'ldi bu? Aka qancha bo'ldi bular? 25. 25. To'qqiz qancha bo'ladi? 28 million ekan, 9 mana bu. Kelbay qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka bu? 13 ta qal. 13 milliondan qaytdi mana uni olguncha. Aka ho'kizcha qancha bo'ldi? 24 million so'm mana ho'kizcha. Mana 10 milyon 400 bu tashqari ho'kizcha. Aka qancha bo'ldi? 30 million. 30 million bo'pti mana ho'kizimiz boqilgan. Bular qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi aka bular? Sotilmoqdi bular. Aytganlar bular. Qancha bo'ldi? 8 million so'm. Yosh xonojincha-da. 8 million so'm. Gel. Zo'rmi charchanasiz? Ha, 13,5 million so'm. Qisirmi deyman, bebola. Dumidan qayerda? Bebola. Bunisi 14 million bo'libdi. 6 million. Yakka, 6 million. Bu necha pul aka odam? 14 aka mana. Aka qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi bular? Ha? Qaytdimi? Nechidan qaytdi? 28 milliondan qaytdi. 28 dan qaytdi mana. $5 million so'm bo'libdi mana qo'chqorimiz. Qo'chqorcha. 7,5 milliondan bo'libdi mana ho'kizchalar. Qanchadan? Bir joyga 7,5 million so'mdan mana. 2,5 milliondan? Qalam bir nuqta o'z. Ha?